Toshkent shahrida ko'p qavatli uylar qurish bilan shug'ullanadigan Star House kompaniyasi ofisida janjal yuz berdi. Poytaxt Ichki ishlar bosh boshqarmasi xabariga ko'ra, holat 13-iyun kuni soat 20:50 larda Star House'ning Chilonzor tumanida joylashgan ofisida sodir bo'lgan. Ta'kidlanishicha, kompaniyaning 52 yoshli rahbari va kompaniyadan uy sotib olgan fuqarolar o'rtasida janjal kelib chiqqan. Fuqarolar ko'p qavatli uyning kadastr hujjatlari chiqmayotganligi hamda gaz ta'minoti ulanmayotgani uchun kompaniya rahbariyatiga e'tiroz bildirib kelgani qayd etilgan. Janjal oqibatida Star House rahbari bosh miya yopiq jarohati, bosh miya chayqalishi tashxisi bilan shifoxonaga murojaat qilgan. Shuningdek, 38 yoshli fuqaro qorin qismida og'riq bilan shifoxonaga borgan. Hozirda holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilayotgani ma'lum qilingan.